Pul o'zi kimniki? Bilasizmi? Pul bu shunaqa narsaki, bizlar mehnat qilamiz, izlanamiz, harakat qilamiz, pulni topamiz, ishlaymiz, oylik olamiz va har xil uslubda pul topganimizdan keyin endi pul meniki deb o'ylaymiz. Pul meniki deb o'ylaganligimiz uchun ham biz pulimizni o'zimiz xohlagandek xarajat qilsak bo'ladi. Biz ko'nglimizga kelganini qilishimiz mumkin deb o'ylaymiz. Lekin muqaddas kitobning tamoyillariga ko'ra pul Xudo tomonidan bizga beriladi. Pul vaqtinchalik boshqarish uchun bizga beriladi. Pul Xudoning ulug'vorligi uchun, xizmat qilish uchun bizga beriladi. Pul aslida bizniki emas. Biz mehnat qilib topayotgan pul aslida bizniki emas. Aslida bu Xudoniki va aslida bu Xudoning ulug'vorligi uchun xizmat qilishi uchun sizga va menga vaqtinchalik berildi xolos. Keling, muqaddas kitobdan bir nechta joylarni, tamoyillarni ko'rsataman. Hamma oyatlarni o'qimaymiz, bir nechta oyatlar o'qib beraman. Misol uchun, Zabur 23:1da aytadi: "Egamiznikidir zamin, undagi borliq, olam va unda yashovchi jamiki jonzot" deb aytadi. Egamiznikidir yer, undagi butun borliq, odamlar, hayvonlar, tog'lar, toshlar, hamma narsa egamizniki. Unda yashaydigan, olamda yashaydigan hamma narsa egamizga tegishli. Yoki bo'lmasam, Qonunlar kitobida shunaqa joy bor. Xayolingizda o'z kuch qudratim bilan mana shu boylikni topdim demanglar deydi. Xudo bizga sog'liq berdi. Xudo bizga aql, zakovat berdi. Xudo bizni 4 muchamizni sog' qildi. Xudo bizni iqtidorli qildi. Xudo bizni biror bir ishga kirishimiz uchun yordam berdi. Biz mehnat qilishimiz uchun layoqatli qildi. Xudo o'sha yerda bizni rizqimizni beryapti va Xudo hammasini qilyapti. Muqaddas kitobga ko'ra inson pulning egasi emas, mol dunyoning egasi emas. Bu bilasizmi? Inson uning boshqaruvchisi. Bizning Xudo bilan munosabatimiz, muqaddas kitobga ko'ra pul bilan munosabatimiz ham xuddi shunday. Aslida biz bugun nimaga ega bo'lsak, prosta siz hozir atrofingizga qarang, nimangiz bor, nima mol mulkingiz bor, buni Xudo sizga bergan. Atrofingizga, oilangizga qarang, sizning oilangiz, qarindosh urug'ingiz, munosabatlaringiz, do'stlaringiz hammasi Xudoni ulug'lashingiz uchun sizga vaqtinchalik berilgan. Bir kun ular bizdan ketadi, bir kun biz ulardan ketamiz. Hozir tirik ekanmiz, Xudoni ulug'lashimiz uchun vaqtincha bizga berilgan. Qobiliyatimiz, mol-mulkimiz, pulimiz, bularni hammasini Xudo bizga bergan. Biz ularni boshqarishimiz kerak. Demak, do'stlar, moliya meni hayot tarzimni qulaylashtirish bir imkoni emas, balki Xudoni ko'proq ulug'lash imkoniyati sifatida Xudo tomonidan menga vaqtinchalikka berilgan marhamat.